Siz dunyodagi eng oliy kasblar haqida bilsangiz kerak, ammo g'alati kasblar borligini bilasizmi? Oylik maoshi juda baland yegulik degustatori. Uy hayvonlarining yemlarini ishlab chiqarish kompaniyalar maxsus mutaxassislarni yollashadi. Mutaxassisning asosiy vazifasi yemlarni tatib ko'rish, ta'mni tuzilishi va hayvonlar uchun qanchalik yoqimli ekanligini baholashdan iborat. Ushbu vazifa uchun taxminan yiliga $100,000 to'lashadi. G'amxo'rlik yetkazib berish xizmati. Siz tushkunlikka tushib yolg'izlanib qoldingiz. Biron bir dardingiz bor yoki g'amgin bo'lib qoldingiz, ammo yodingizda hech kim yo'q. Birgina qo'ng'iroq bilan buyurtma bersangiz, mutaxassis kelib sizga bir muddat g'amxo'rlik qiladi, bag'riga bosadi, dardingizni eshitadi va mushkulingizni yengillashtiradi. Ushbu xizmat uchun taxminan $100 dan $150 gacha to'lashadi. Professional uyquchi. Matras ishlab chiqarish yirik kompaniyalar professional uyquchilarni yollashadi. Ularning asosiy vazifasi ishlab chiqarilgan matrasda bir kecha dam olib, his-tuyg'ular va o'z fikrlarini aytib berishlari kerak. Bunday professionallarni 1-2 kunga yollashadi. Ushbu xizmat uchun taxminan $50 dan $100 gacha to'lashadi. Agar sizga ushbu kasblardan birini taklif qilishganda, siz qaysi birini tanlagan bo'lar edingiz? Yoki bundan tashqari yana qanaqa g'alati kasblar haqida bilasiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ha aytgancha, siz buni bilarmidingiz?